Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va dasturlash ishiga qiziquvchilar, dasturlash mavzusiga qiziquvchilar. Men Andijon davlat universiteti dastur injiniring kafedrasi dotsenti, matematik kibernetika bo'yicha fizika matematika fanlari nomzodi, informatikaning nazariy asoslari bo'yicha dotsent Abdurahmonov Jamoliddin Kamoldinovich bo'laman. Sizlarga bugun C# tilidagi standart ma'lumot turlari built-in types bo'yicha video dars beraman. Hop, bu dars talabalar, shuningdek C# dasturlash tilini o'rganmoqchi bo'lgan barcha qiziquvchilar uchun C# tilidagi barcha standart, ya'ni dasturchi o'zi yaratmagan, balki .NET Framework C# o'zida mavjud bo'lgan ma'lumot turlariga bag'ishlangan. Standart turlar ikki asosiy guruhga bo'linadi: qiymat turlari, value types va havola turlari, reference types. Qiymat turlari to'g'ridan to'g'ri qiymatni saqlaydi, masalan sonlar, belgilar. Havola turlari esa qiymatning manzilini saqlaydi, masalan matnlar, obyektlar. Darsni Visual Studio Community 2026 muhitida ishlatib ko'rsatish uchun oddiy konsol dasturidan foydalanamiz. Har bir tur uchun qisqa tavsif, diapazon, range, shu tur qiymatlarining o'zgarish oralig'i va oddiy kod misolini beramiz. Kodlar yangi konsol app loyihasida ishga tushiriladi. Bu yerda mana yo'li ko'rsatib qo'yilgan. Main metodida kodlarni yozish va F5 bilan ishga tushirib ko'rish mumkin. Xo'p, endi birinchisi kirish qismida nima? C# ma'lumot turlari nima degan savolga javob beraylik. C# ma'lumot turlari dasturda ishlatiladigan qiymatlarni belgilaydi. Ular o'lchamiga, saqlash turiga va diapazoniga qarab bir-biridan farqlanadi. Barcha standart turlar .NETning system namespace'ida mavjud, ya'ni sistem nomlar fazosida mavjud. Misol uchun int turi butun sonlarni saqlaydi. Turlar o'zgaruvchilarni e'lon qilishda ishlatiladi. O'zgaruvchilarni e'lon qilish quyidagicha amalga oshiriladi. Tur nomi yoziladi dastlab, keyin bitta joy tashlab o'zgaruvchining nomi yoziladi. Keyin agar zarur bo'lsa barobar belgisi qo'yib o'zgaruvchining qiymati yoziladi. Keyin nuqtali virgul qo'yiladi. Mana shu ifoda orqali o'zgaruvchilar e'lon qilinadi. Agar qiymat berish shart bo'lmasa, keyinchalik dasturda qiymat berish lozim bo'lsa, o'zgaruvchi nomidan keyin darhol nuqtali virgul qo'yiladi. Endi har bir turga alohida to'xtalib o'taylik. Har bir misolni darhol dasturda sinab ham ko'ramiz albatta. Xo'p, birinchi tur bu butun sonli turlar. Integer numeric types deb ataladi inglizchasiga. Bu turlar butun sonlarni, masalan 1, -5 kabi sonlarni saqlaydi. Ular ishorasiz, unsigned, ya'ni faqat musbat va ishorali, musbat ham manfiy bo'lishi mumkin bo'lgan toifalarga bo'linadi. Xo'p, birinchi toifa bu byte degan toifa, ya'ni signed byte qisqartmasi. Bu -128 dan 127 gacha o'zgaradi. Ya'ni -128 degan butun sondan +127 degan butun songacha o'zgaradi va o'lchami, ya'ni xotirada egallaydigan joyi 1 bayt hisoblanadi. Mana bu yerda main metodida ana shu byte, son degan byte, mana byte son deb e'lon qilyapmiz va unga -100 beryapmiz va uni darhol mana chiqarib ko'ryapmiz. Kelinglar mana shu nimani, kodni sinab ko'raylik. Buning uchun men mana Visual Studio muhitiga kiraman. Hop, men yaqinda bu Visual Studio 2026 ni o'rnatib oldim. Bu For Community degan versiyasi bepul hisoblanadi. Lekin to'liq hamma imkoniyatlarga ega. Mana shuni hozir ochdik biz va Create a new projectni men bosaman, mana bosdim. Va mana shu joyda demak nom berish bizga so'ralyapti. Mana console application yaratasizmi deyapti. Biz bu console dasturini yaratmoqchimiz. Mana next tugmasini bosib o'tamiz va bu yerda demak nom berish talab qilinyapti. Mana bu yerda keling biz nom berib qo'yaylik. Hop, standart toifalar deb nom berib qo'yaylik. Standart toifalar yoki turlar desak ham bo'lar edi. Demak, D distagi VS 2026 projects degan papkada
saqlanishi nazarda tutilyapti. Bu papkani o'zgartirmoqchi bo'lsak, mana buni bosib, biz o'zgartirishimiz ham mumkin albatta. Boshqa bir joyda ko'rsatishimiz ham mumkin navigatsiya qilib. Xo'p, keling biz mana shu joyda demak saqlaylik. Next tugmasini bosyapman mana pastdagi. Xo'p, endi mana bu yerda demak mana bu framework taklif qilinyapti. Mana net 8.0 long term support, uzoq vaqt qo'llab-quvvatlanadigan nimani platformani tanlayapman men va yana create tugmasini bosyapman. Hop, create tugmasini bosish natijasida demak bizga ana shu dasturlash muhiti paydo bo'ladi. Mana dasturlash muhiti keldi. Ko'rib turibsizlar. Bu yerda mana standart toifalar namespace paydo bo'libdi bu yerda va internal class program degan sinfni ichida mana main funksiyasi turibdi. Bu main funksiyasini ichida, main metodini ichida, aniqrog'i main metodining ichida console write line hello world degan nima turibdi, so'z turibdi. Buni o'zi yozib qo'ygan mana shu sistema. Biz buni o'zgartirib qo'yishimiz mumkin, albatta. Masalan, salom dunyo deb. Salom dunyo. Salom dunyo deb qo'ydik mana. Dunyo deb. Endi bu haligi standart boshlovchilar uchun mana shunaqa dastur hisoblanadi. Eng oddiy dastur. Bu dastur konsol ekraniga salom dunyo degan yozuvni yozib chiqaradi. Keling biz mana buni ishga, mana bu yashil tugmani bosib ishga tushiramiz. Bu dasturda va natijasini biz ko'rishimiz mumkin. Mana hozir bu yerda mana chiqyapti. Ko'rdingizmi? Salom dunyo dedida, keyin darhol o'z ishini dastur tugatdi. Demak, biz bu muhitdan chiqib ketish uchun mana men enterni bosyapman. Mana bu joyga yana biz kelib qoldik. Keling biz mana buni ekranini sal kattalashtiribroq qo'yaylik. Mana kattalashtirib, bu yoqqa ham kattaroq qo'yaylik. Dastur yozish ekranini. Demak, mana shu joyda demak console write line metodi, console sinfining write line metodi demak konsol ekraniga ma'lumotlarni chiqarishga mo'ljallangan metoddir. Keling biz buni endi to'xtatib qo'yaylik-da, buni ishlashini mana nimaga olib qo'ydim, o'chirib tashlashimiz ham mumkin edi. Izohga olib qo'ydim. C# tilida izohlar ikkita tayoqcha bilan boshlanadi. Buni ishlashini ko'rib chiqdik. Endi biz mana bu joydagi o'zimizni toifamizdagi o'zimizni sbyte degan mana toifani o'rganyapmiz. Hozir mana shu toifaga oid mana bu misolni yozaylik. Endi bu yerda static void main metodi yozilgan bu yerda. Biz buni mana bu ikkita qatorinigina olamiz. Ichini, chunki tashqarisini olmaymiz. Mana keling bu yerda copy qilib olaylik-da, mana shuni copy qilib oldik. Bu va bu biz o'zimizni muhitga tashlab ishlatib ko'raylik mana. Hop, past qildik mana. Mana bu joyda demak ko'ryapmiz byte sbyte toifasiga oid son degan o'zgaruvchi e'lon qilinyapti va darhol unga -100 qiymat berib qo'yilyapti. Undan keyin console sinfining write line metodidan foydalanib sbyte qiymati degan yozuv va unga qo'shib sonning qiymati chiqarilyapti. Ya'ni bu sbyte qiymat degan yozuvni chiqaradi va 2 nuqta qo'yadi. Undan keyin sonning qiymatini, ya'ni 100 ni bizga ekranimizga chiqarib beradi. Mana bu yerda ikkita tayoqchadan keyin natija sbyte qiymati -100 degan chiqadi deb izoh ham berib qo'yilgan. Kelinglar biz buni ishga tushirib ko'raylik. Mana ishga tushirsak, demak, ko'rdingizmi, mana sbyte qiymati -100 degan natija demak bizda hosil bo'ldi. Biz bu ekranda enterni bosib yopib qo'yapmiz va keyingi toifani o'rganishga o'taylik. Biz mana bu matnimizga qaytamizda. Keyingi toifa bu byte toifasi bo'lib, butun toifaga mansub byte toifasi bu unsigned byte, ya'ni ishorasiz degan. Ishorasiz degani ya'ni minus emas degan ma'noda 0 dan 255 gacha o'zgaradi qiymatlari. 0, 1, 2 va hokazo 255 gacha o'zgaradi va o'lchami 1 byte joyni egallaydi. Buni ham mana bu yerdagi misolini olaylik-da va narigi joyga tashab, buni biz mana nima qilishimiz mumkin? Sinab ko'rishimiz mumkin. Dasturlash muhitiga tashladik-da, mana buni past qilib joylashtirdik. Mana yana bir sinab ko'radigan bo'lsak, endi bizda ikkita natija chiqishi kerak. Hozir mana bu yerda xato beryapti. Hozir ko'raylik bu xato nimadan iboratligini. Hop. Hop.
build errors deyapti. Bu yerda demak xato bo'lib qolibdi. Keling hozir bir ko'raylikchi. Bu yerda nima xatoga yo'l qo'ydik. Demak hozir bu yerda hop bular yozilgan. Byte. Ikkita demak bu yerda ko'ryapsizmi? Bu misolimizda son degan o'zgaruvchi ikkita e'lon qilib qo'yilyapti. Mana bu yerda son deb yozilibdi. Mana bu bizni matnimizda mana bu son demak boshqa bo'lishi kerak. Chunki bizni bitta programmada bitta nomli ikkita o'zgaruvchi bo'lishi mumkin emas. Keling biz buni son 1 deb qo'yaylik. Mana son 1 deylikda, mana bu yerga ham son 1 deb qo'yaylik. Mana son 1 deb qo'ysak, bu dastur demak ishga tushadi. Mana ishga tushdi. Ko'rdingizmi? S byte qiymati -100, byte qiymati 200 deb mana yozuv yozilib chiqdi. Ko'rdingiz, demak dastur demak ishlayapti. Xo'p, keling endi yana keyingi toifaga o'rganishga o'taylik. Keyingi toifa bu short toifasi. Short toifasi, short qisqa degani. Bu demak -32768 dan boshlab 32767 gacha bo'lgan butun sonlarni qiymat sifatida qabul qiluvchi toifadir. O'lchami 2 bayt, ya'ni xotiradan 2 bayt joy egallaydi. Keling buni ham mana short son 15000 -15000 deb turib buni chiqarish bu yerda namoyish etilgan. Buni ham keling biz hozir mana bu yerda copy qilib dasturlash muhitiga tashlaylikda buni ishlatishni sizlarga namoyish etaylik. Mana bosdik. Mana bu 3-chi e'lonni yozyapmiz. Endi bu yerda son hammasi son bo'lib qolmasligi uchun son 1, son 2, son 2 deb yozib qo'yaylik, ikkinchi son. Mana hozir buni endi 3 ta sonni bizga chiqarib beradi. Hozir mana ko'rdingiz. S byte qiymati -100, byte qiymati 200, short qiymati -100 deb mana chiqarib berdi bizga. Demak mana bu yerda endi noto'g'ri chiqaryapti. Buni sababi ko'rib turibsiz. Son 2 ni biz necha deb e'lon qildik? -15000 deb e'lon qildik, lekin chiqarayotganda mana bu yerda son deb yozib qo'yibmiz. Shuning uchun mana bu sonni 100 ni -100 ni chiqaryapti. Keling biz hozir son 2 deb buni ham o'zgartirib qo'yaylik, to'g'rilab qo'yaylik xatoyimizni. Dasturlashda bunaqangi xatolar to'g'rilash oddiy hol hisoblanadi. Mana ko'ryapsizlar. Ketma-ket sonlarning qiymatlari chiqarildi. Xo'p, endi turlarni o'rganishda biz davom etaylik, kelinglar. Keyingi turimiz bu short degan tur. Unsigned short. Ya'ni bu demak ishorasiz qisqa toifa. Short mana shunday deb yoziladi va 0 dan boshlab butun qiymatlarni 65535 gacha qabul qilar ekan. O'lchami 2 bayt, xotiradan 2 bayt joy egallaydi. Keling buni ham mana bu misolini olaylik-da. Mana shu joyga tashab, dasturlash muhitida biz buni ko'rsataylik ishlashini. Keling biz mana bu yerga qo'yamiz. Hop, mana past qildik. Hop, demak, lekin bu bizda 3-chi son bo'ladi. Keling mana shu joyda darhol tuzatib ketaylik. 3-chi son. 3-chi sonda short qiymat deb chiqarilishi kerak mana. Hop, mana hozir demak 3-chi son 50000. Mana short qiymati 50000 bo'lib bu yerda chiqdi. Hop, endi keling biz davom etaylik. Navbatdagi toifa bu int toifasi. Bu eng ko'p ishlatiladigan butun toifa. Signed integer deyiladi, ya'ni ishorali butun son. Bu mana -2 milliard, mana shu son xullas. 147.483.648 dan boshlab mana bu songacha 2 milliard va hokazo mana bu ko'rib turibsiz, mana shu songacha o'zgaradigan butun sonlarni qiymat sifatida qabul qiluvchi toifa bu int ekan. Mana bu int toifasi ekan. O'lchami 4 bayt. Eng ko'p ishlatiladigan tur deb yozib qo'yibmiz. Xo'p, keling biz mana buni demak yana copy qilaylik-da. Biz buni ham nima qilaylik? Ishlatib ko'raylik. Namoyish etaylik ishlatishni sizlarga. Xo'p, mana tashlayapman men. Faqat sonda demak bu 4-chi son bo'lyapti. 4 deb yozib qo'yaylik. Mana son 4. Mana bu yerda ham son 4 deylik-da. Demak, mana shu 1 million degan qiymat demak chiqarilishi kerak bo'ladi. Xo'p, mana ishga tushirdik. Ko'rdingizmi? Int qiymati, har bir qiymatni, butun qiymatlarni mana chiqarib biz namoyish etyapmiz. Bu demak oxirgi qiymatimiz 1 million ekan. Bu ham demak ishladi, o'z natijasini berdi. Xo'p, endi keyingi toifaga o'taylik. Keyingi toifa unsigned integer, ya'ni int. Ya'ni int demak minusdan, -2 va hokazodan, mana 10 xonali sonda bu. Dan mana bungacha davom etsa,
Buniki endi noldan boshlab faqat butun qiymatlarni qabul qiladida, mana bu 4 milliard mana qanchagacha ham shunchagacha qiymat qabul qiladi. O'lchami 4 bayt. Ikkalasini demak e, intiki ham, u intiki ham egallaydigan joyi bir xil ekan. Hop, keling buni biz navbatdagi son sifatida ishlatib ko'raylik. Mana kopiya qildikda, mana bu joyga o'tib, hop, yozdik, past qildik mana. Hop, endi faqat son degan o'zgaruvchi bizda bu navbatdagi 5-o'zgaruvchi, son 5 deb yozib qo'yaylik. 5 deb yozib qo'ydik va ishga tushirsak, biz natijani demak hosil qilishimiz mumkin. Mana hop, 1, 2, 3 milliardgacha, milliard degan qiymatni bizga chiqarib berdi. Demak, katta sonlarni ishlatmoqchi bo'lsangiz dasturingizda mana shu uintdan foydalanishingiz mumkin. Bu musbat qiymatni qabul qiladi, noldan boshlab. Nomanfiy qiymatni qabul qiladi. Hop, undan keyingi qiymat, undan keyingi butun toifa, qiymat emas, butun toifa bu long toifasidir. Ya'ni ishorali long. Hop, bu mana -9 va hokazo 223 ko'ryapsiz necha xonali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 3 18, mana bilan 19. 19 xonali son ekan buni, ko'ryapsizmi? -9 dan boshlangan va hokazo 18 xona turibdi. Mana 19 xona. Mana bu yerda 9 va musbat mana bu songacha. Va bu ham faqat butun qiymatlarni nima qiladi? Qabul qiladi. Egallagan joyi esa mana 8 bayt ekan. Mana bu yer 8 bayt. Katta sonlar uchun mo'ljallangan. Manfiy qiymat ham qabul qiladi, musbat qiymat ham qabul qiladi. Hop, keling buni ham ishlashini mana bu joyda biz nima qilaylik? Namoyish etaylik. Hop, mana ko'chirib oldimda, mana bu tomonga o'tib, biz mana buni demak bosib kirdik. Mana bu qo'ydik bu yerga. 6-toifa ekan bu, 6-son mana. Son 6 deb yozaylikda, mana 6 deb yozdik. Bu yerga ham endi buni nima qilaylik? Ishga tushiraylik. Natijada mana longni qiymati mana o -5,000 va hokazo 00 gacha bo'lgan qiymatni bizga chiqarib berdi. Demak, katta butun sonlar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, mana shu toifadan, long toifasidan foydalanishingiz mumkin ekan albatta. Endi keyingi butun toifa bu unsigned long toifasi, ya'ni u-long deb ataladi. C# tilida mana shunday deb yoziladi va u-longni mana bu yerda misolini ham olib biz nima qilaylik? Ishlatib ko'raylik, natijani chiqarib ko'raylik. Hop, mana kopiya qildikda, endi biz mana bu joyga o'tib, biz demak mana buni bosdik, pastni bosdikda, endi son bu 7-o'zgaruvchi mana bizda bo'lyapti, bizning dasturimizda. Biz hammasini o'chirib yubormayapmiz-da, har gal qo'shib ketyapmiz, namoyish etish oson bo'lishi uchun. Hop, mana. Demak, ko'rsiz, oxirgi ulon qiymati demak mana shuncha ekan. Ko'rdingizmi? Nechta nol bor birdan keyin. Juda katta son. Lekin dasturda masalani mohiyatidan kelib chiqib, shunaqangi katta sonlar ishtirok etadigan dasturlar tuzishingizga to'g'ri kelib qolsa, mana shu ulongdan foydalanishingiz mumkin ekan. U 0 dan boshlab mana bu 18 va hokazogacha o'zgaradi. Ko'ryapsizmi? Juda katta son. Undan keyingi butun toifa bu char degan toifa, character degan, ya'ni belgi toifasi bu. Bu bitta belgini qabul qiladi. Diapazoni mana 16-sanoq sistemasini sizlar bilishingiz kerak. U 000 dan 0000 dan FFF gacha o'zgaradi 16-sanoq sistemasi. O'lchami 2 bayt. Bu demak belgilarni qabul qiladi. Turli belgilarni demak mana char dedikda, belgi deb nomlangan o'zgaruvchini e'lon qilyapmiz. A deb, A katta inglizcha A harfini berib qo'yapmiz va uni qiymatini mana bu chiqarib ko'rsatyapti. Char qiymati deb turib belgi deb chiqaryapmiz. Keling buni ham biz nima qilaylik? Kopiya qilib mana bu joyda ishlatib ko'raylik. Hop, mana ishlatdik. Hop, past qildik. Hop, mana bu yerda demak belgi. Endi belgida son 7 da biz son 7, son 1, son 2, hokazo son 7 gacha o'zgaruvchilarni e'lon qilgandik. Ana bu yerda esa endi belgi degan o'zgaruvchi e'lon qilinyapti. Tepada belgi degan o'zgaruvchi yo'qligi uchun biz buni o'zgartirib o'tirmaymiz. Shunaqa xatoliklar keltirib chiqarmaslik kerak. Mana buni bossak, demak bizga mana bu belgini, A belgisini mana char qiymati A deb chiqarib berdi. Albatta bu belgi turli qiymatlarni qabul qilishi mumkin. Boshqa qiymatni ham qo'yishi mumkin. Mana aytaylik, mana bu belgini, reshotka belgisini chiqarib ko'radigan bo'lsak, mana bunda bosadigan bo'lsak, ko'rdingiz, mana reshotka belgisi chiqdi.
Demak, harflardan boshqa mana shu Unicode qabul qilingan hamma belgilarni demak qabul qilar ekan. Mana bu yerda Unicode kodlash tizimi mavjud. Mana shu joydagi hamma belgilarni demak qabul qiladi. Endi undan keyingi toifa bu haqiqiy sonli turlardir. Haqiqiy sonli turlar. Xo'p, endi bu turlar kasrli sonlarni saqlaydi. Masalan, 3,14. Bularning birinchisi float toifasi, single precision float point, taxminan demak plus minus 1,5 ko'paytirilgan 10 darajasida minus 45 dan plus minus 3,14 ko'paytirilgan 10 darajasida 38 gacha o'zgaruvchi sonlar bo'ladi. Bu kasr sonlar ham bo'ladi demak. Xo'p, o'lchami 4 bayt, oxirida f qo'shiladi. Demak, qiymatni yozmoqchi bo'lsak, oxiriga biz f qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Keling, buni ham mana bu yerda bizda nimasi berilgan, kodi berilgan. Shu kodni biz narigi dasturimizga olib o'taylikda, buni ham nima qilaylik, ishlatib ko'raylik. Mana past qilyapman. Xo'p, endi bu son, tepada son bor bo'lgani uchun bu sonni demak biz keling shuni o'zgartirib qo'yaylik. H son deb qo'yaylik, haqiqiy son. H son, misol uchun haqiqiy son. Haqiqiy son 1 deb qo'yaylik, ha? Haqiqiy son 1. Mana bu yerga ham H son 1 deb yozib qo'yaylik. Chunki son degan o'zgaruvchi bizda tepada bor. Bitta nomli o'zgaruvchi 2 marta e'lon qilinmasligi kerak dasturda. Bu C# tilini qoidasi. Mana ko'rdingizmi? Mana bu qiymat berayotganda 3,14, 15, 9 deb yozib, oxiriga f deb yozdik. Chunki bu float toifasiga mansubligini ko'rsatadi. Mana buni endi chiqarish qanday ko'rinishda chiqishini mana biz ko'rishimiz mumkin. Mana ko'rdingiz? Float qiymati mana 3 butun virguldan keyin 14, 159 deb chiqarib berdi. Demak, bu ham haqiqiy toifa ishlayapti. Buni o'zgarish diapazonini biz ko'rsatib o'tdik. Endi keyingi haqiqiy toifa bu mana bu double toifasidir. Bu standart haqiqiy son turi bo'lib, bu ko'p ishlatiladi juda. Buni o'zgarish oralig'i, ya'ni diapazoni plus minus 5 ko'paytiruv 10 darajasi minus 324 dan plus minus 1,7 ko'paytirilgan 10 darajasida 308 gacha bo'lgan diapazonni qamrab oladi. Buniki 8 bayt, ya'ni kattaroq joyda egallaydi. Keling, buni ham mana bu yerda misoli berilganligi uchun buni ham nima qilaylik, ishlatib ko'raylik. Mana kopiya qilyapman, narigi tomonga ko'chirib o'tkazyapman. Buni mana bu yerga qo'shaman. Xo'p, mana past qildim. Faqat endi men son deb aytilgan o'zgaruvchini bu haqiqiy son. Keling, double d son deb qo'yaylik. Double haqiqiy son degan ma'noda mana bunga ham d deb yozib qo'yaylik. Dedikda, endi buni ishga tushiramiz mana. Mana ko'rdingiz, double qiymati 2,718 va hokazo chiqarib berdi bu qiymatni ham. Xo'p, demak, qiymatlarni biz ishlashini namoyish etyapmiz sizlarga. Endi keyingi toifa bu onli sonli tur. Decimal type degan tur bor bo'lib, C# tilida u decimal deb ataladi, yozilishi mana shunaqa decimal. Bu yuqori aniqlikdagi kasrli sonlar bo'lib, moliyaviy hisob-kitoblar uchun mo'ljallangan. Xo'p, o'zgarish diapazoni taxminan 1 plus minus 1 butun ko'paytirilgan 10 darajasida minus 28 dan plus minus 7,9228 ko'paytirilgan 10 darajasida 28 gacha o'zgaradi. O'lchami 16 bayt. Ya'ni xotiradan 16 bayt joyda egallaydi. Bitta mana shu toifaga mansub o'zgaruvchini e'lon qilsangiz, demak xotiradan 16 bayt ketgan bo'ladi. Oxirida m qo'shiladi. Agar qiymat sifatida bermoqchi bo'lsangiz, m ni qo'shib qo'yishingiz kerak. Mana bu yerda mana m qo'shilgan. Ko'ryapsizmi? Hop, 123 butun necha ham deb yozilganda oxiriga m deb yozib qo'yilgan. Uni ham demak mana bu konsol sinfining WriteLine metodidan foydalanib ekranga chiqarib ko'ramiz biz hozir. Kelinlar, buni mana qiymatini olyapman. Kopiya qilib olyapman mana shu kodni, mana shu joyini. Keling, mana bu joyga o'tkazaylikda, uni shu yerga tashlab ishlatib ko'ramiz. Endi bu yerda yana bitta narsa, demak son bo'lib qolgani uchun buni keling biz qanaqadir bir boshqacharoq yozib qo'yishimiz kerak. Hozir biz son misol uchun aytaylik, son b deb yozib qo'yaylik. Decimal deylik, son d deb yozib qo'ydik. Son d. Ya'ni o'zgaruvchiga nom berib qo'ydikda, biz boshqacharoq nom berib bo'ldik. Hop, keling ishga tushiramiz.
Mana endi hozir mana desimal qiymati mana bu qiymat chiqdi oxirida. O tepadagi biz oldingi sinab ko'rgan qiymatlar hammasi turibdi va oxiriga mana bu qiymat qo'shilib qoldi. Ya'ni kompyuter ekraniga ana shu mana bu sonda degan o'zgaruvchiga ajratilgan joydan mana bu qiymatni olib ekranga nima qilib beryapti? Chiqarib beryapti. Xo'p, endi navbatdagi turga o'tamiz. Bu C# tilida yana bir tur bor. Bu mantiqiy tur. Boolean type hisoblanadi. U bool degan kalit so'zi orqali e'lon qilinadi. Bu toifa true yoki false qiymatlarni qabul qiladi. O'lchami 1 bayt xolos. Xo'p, buni ham ishlatib ko'ramiz. Mana haqiqat true deb yozib qo'ydikda, keling biz hozir mana bu yerga copyni olib, copy qilib, bu joyga mana past qilyapman. Dasturlash muhitiga kirib, pastni bosdim. Demak, bool toifasidagi haqiqat deb nomlangan o'zgaruvchi e'lon qilyapti va unga true degan qiymat berib qo'yilyapti. Xo'p, keyin u nima qilinyapti? Chiqarib ko'rsatilyapti. Keling biz buni ishga tushiramiz. Xo'p, mana true degan qiymat chiqarildi, o'zgaruvchining qiymati chiqarildi. Xo'p, endi davom etaylik. Turlarni C# tilining standart turlarini o'rganishni davom ettiraylik. Undan keyingi tur bu havola turlari. Reference types deyiladi. Bu turlar qiymatni emas, balki qiymatning manzilini o'zida nima qiladi? Saqlaydi. Nul qiymat olishi ham mumkin. Ya'ni nul degan standart qiymat bor. Buni ham nima qilishi mumkin? Olishi mumkin. Xo'p, bu toifalarning birinchisi bu string toifasi. Bu matn belgilar zanjirini qabul qiladi, Unicode ni qo'llab-quvvatlaydi. O'lchami dinamik, demak o'lchami har xil bo'lishi mumkin. Mana bu yerda mana string matn degan deb nomlangan o'zgaruvchi e'lon qilinyapti string toifasiga mansub va salom C# degan yozuv unga qiymat sifatida berib qo'yilyapti. Va uning qiymati darhol chiqarib ko'rsatilyapti. Mana bu ana shu yuqorida biz ko'rgan metod orqali. Xo'p, keling buni ham copy qilaylikda, mana bu joyda ishlashini namoyish etaylik. C# dasturlash muhitida. Xo'p, mana past qildim. Xo'p, mana ishlatib ko'ramiz. Endi demak bizga salom C# degan yozuv chiqish kerak oxirida. String qiymati salom C#. Xo'p, ko'rib turibsizlar, demak bu ham bitta toifa ekan. Bu qaysi toifaga kirar ekan? String toifasi, demak bizda havola toifasiga kirar ekan. Mana bu string toifasi bu havola toifasi, qiymat toifasi emas, havola toifasi. Endi havola toifalaridan yana biri bu object degan toifadir. Bu barcha turlarning asosiy turi hisoblanadi bu. Tak? U har qanday qiymatni demak qabul qilishi mumkin. Object har qanday qiymatni saqlay qoladi, o'lchami dinamik bo'ladi. Mana ko'rdingiz, demak object ob 42 deb son saqlash namoyish etilgan bu yerda. Xo'p, keling hozir biz buni nima qilaylik? Ishlashini namoyish etaylik. Xo'p, 42 sonini demak nima qilinyapti ekan? Object sifatida qabul qilyapti. Demak, keling past qildik. Demak, nima bo'lyapti? Object toifasiga mansub ob degan o'zgaruvchi e'lon qilinyapti va unga 42 qiymat berib qo'yilyapti. Undan keyin konsol sinfining writeLine metodidan foydalanib bu qiymat chiqarilyapti. Ekranga chiqarilyapti. Mana hozir buni ishlatib ko'rishim mumkin. Xo'p, mana ko'rdingiz? Object qiymati 42 deb chiqdi mana oxirida. Ko'rdingiz, bu ham ishlayapti. Endi albatta object biz yuqorida o'tdik, har qanaqa qiymatni qabul qilishi mumkin deb aytib qo'ydik. Demak, keling buni biz sinab ko'raylik. Masalan, aytaylik 42 butun bo'lmay 100dan 15 qabul qilar ekan. Mana yozdik. Ko'rdingiz, mana 42 butun 100dan 15 deb yozib chiqardi. Ya'ni butun emas, kasr qiymatni ham qabul qilyapti. Yoki bo'lmasam, aytaylik object toifasi nimani qabul qilishi mumkin? Stringni qabul qilishi ham mumkin bo'lishi kerak. Masalan, aytaylik. Xo'p, Jamol deb yozdik. Keling uni ishga tushirib ko'raylik mana. Demak, ko'rdingizmi? Jamol deb yozib chiqdi. Xo'p, demak, object toifasida object degan toifani biz e'lon qilmoqchi bo'lsak, bu toifa havola turiga kirar ekan birinchidan, ikkinchidan har qanaqa qiymatni nima qilishi mumkin ekan? Qiymat sifatida olishi mumkin ekan. Xo'p, endi yana boshqa muhim turlar ham bor. Mana 7-band sifatida buni ta'kidlab o'tyapmiz. Bu date time, sana va vaqtni saqlovchi nima? Toifa system namespace da joylashgan. Xo'p, keling biz buni nima qilaylik? Ham ishlatib ko'raylik mana. Date time, sana
degan o'zgaruvchi e'lon qilinyapti va unga now hozirgi sana berib qo'yilyapti va uni qiymati nima qilyapti, chiqarib ko'rsatilyapti. Keling biz shuni nima qilaylik, copy qilib ishlashini namoyish etib qo'yaylik buni ham. Hop, mana demak, hop, past qildik. Hop, sana degan o'zgaruvchi tepada yo'qligi uchun bu xatosiz ishlashi kerak. Sana va vaqtni ko'rsatishi kerak. Mana hozir biz bosdik. Ishlashdi. Mana ko'rdingiz, mana bugun 12-oy 29-chislo, bugun 29-dekabr 2025-yil va soatni ham mana ko'rsatyapti. Mana meni ekranimdagi soat ham 3:16 o'tganini ko'rsatyapti, PM. Hop, demak bu tur ham nima ekan, C# tilida mana shu sana turi ham mavjud ekan. Sana va vaqtni vaqt ustida ishlamoqchi bo'lsangiz, o'zgaruvchi e'lon qilishingiz kerak. Sana deysizmi yoki boshqa nom ataysizmi? Lekin mana toifasini yozasiz, keyin o'zgaruvchining nomini yozib, keyin qiymatni berishingiz mumkin. Hop, endi kelinglar darsimizga bir xulosa yasab qo'yaylik. Hop, turlarni tanlashda diapazon va aniqlikni hisobga olish lozim. Ya'ni siz o'z dasturingizda qaysi turda ishlatmoqchi bo'lsangiz, ana shu turga doir o'zgaruvchilarni nima qilishingiz kerak, e'lon qilishingiz kerak bo'ladi. Nechta o'zgaruvchi kerak bo'lsa, shuncha o'zgaruvchini e'lon qilaverasizlar, keyin ularni ishlatasiz. Katta butun sonlar uchun mana longni ishlatish lozim bo'ladi. Hop, endi o'zgaruvchilarni e'lon qilishda var kalit so'zidan foydalanishingiz ham mumkin. Biz keyingi darslarimizda buni ko'rib o'tamiz. Lekin talabalar uchun aniq tur nomini ishlatish yaxshiroq. Hop, xatolar: agar qiymat diapazondan chiqsa, kompilyatsiya yoki runtime xatosi chiqadi. Hop, demak, agar siz misol uchun aytaylik, mana masalan aytaylik, birorta turga mansub, masalan uchun byte turiga mansub o'zgaruvchi e'lon qilsangiz, uni o'zgarish qiymati qanaqa? Butun sonlardan iborat 0 dan 225 gacha o'zgaradi. Agar bu e'lon qilgan o'zgaruvchingizni qiymati, uni ustiga qandaydir son qo'shsangiz, 255 dan katta bo'lib ketsa, bu demak xatolikka olib kelar ekan. Shu haqda demak xulosalarda biz ta'kidlab qo'yapmiz buni. Endi qo'shimcha ma'lumotlar uchun biz keyinchalik bu massivlar haqida ham ma'lumotlar beramiz. Keyingi boshqa video darslarimizda massivlar ham standart nimaga kiradi, lekin ular o'zgaruvchilar orqali nima qilinadi, ishlatiladi. Mana int toifasiga oid massiv deb nomlangan massivni e'lon qilish uchun biz intdan keyin mana bunaqangi kvadrat qavslarni qo'yishimiz kerak ekan. Ochilgan qavs, yopilgan qavs. Keyin massiv deb yoziladi, barobar belgisi qo'yib, new int 5 deb yozdik. Ya'ni 5 ta butun int toifasiga mansub 5 ta qiymatdan iborat massiv shunday deb e'lon qilinar ekan. Xo'p, demak, keyingi darslarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.